obunachilar. Mana biz bugun akademiyadan ta'tilga qaytgandik. Hozirgi Temurbeklar maktabimizga keldik. O'quvchilar bilan suhbatlashdik, o'zimizdan kichik kurslar bilan. Bu yerda o'qish sharoitlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda o'qib biz nahiki yil tahsil olib, ancha yutuqlarga erishib bordik. Bu yerda olgan bilimlar va ko'nikmalarimiz hozirgi kunda akademiya, Qurolli Kuchlar akademiyasida ham juda ham ko'p kerak bo'lyapti. Bu yerda olgan boshlang'ich bilimiz, olgan ko'pgina bilim va ko'nikmalarimiz u yerga bizga boshlang'ich tayanch vazifasini o'rnatib berib, hozirgi kunda Qurolli Kuchlar akademiyasining eng oldin peshqadam kursantlari bo'lib, bu yerda o'qishimizni davom ettirib kelmoqdamiz. Bu yerda erishgan yutuqlarimiz, ko'krak nishonlarimiz bu yerda ham boshlang'ich bir nima desam ekan, insonning o'zida bo'lgan ishga bir tayanch, liderlik qobiliyati bu yerda shakllanib, bu yerda hozirgi yaxshi joylarda, mavqelarda guruh komandirining o'rinbosari, shunday lavozimlarda o'zimizda ish faoliyatimizni olib boramiz. Kursantlar orasida alohida bir joy, o'rin, mavqeyimizga ega. Akademiyamiz boshliqlari bilan ham, o'sha katta boshliqlarimiz bilan ham, kurs boshliqlarimiz bilan ham aloqalarimiz ajoyib va juda ham zo'r. Akademiya sharoitlari ham juda ham yaxshi. Farzandingiz avvalo Temurbeklar maktabiga o'qiyotgan bo'lsa, undan juda ham xursand bo'lingki, ya'ni bu yerda olgan bilim va tajriba u yerda katta hayotga, ertangi hayotga kerak bo'ladi. Farzandingiz xoh fuqarolik instituti bo'lsin, xoh Qurolli Kuchlar akademiyasi, Chirchiq oliy harbiy tank qo'mondonlik birim yurti yoki aviatsiya uchuvchilik muhandislik o'quv yurtida o'qiyotgan bo'lsa, xursand bo'lingki, ya'ni bu yerda o'qigan bo'lsa, u yerda unga boshlang'ich baza, ya'ni bu yerda olgan boshlang'ich bilimlari u yerda unga baza bo'lib xizmat qilmoqda va hozirgi kunda o'sha ko'pgina yutuqlarga erishib, eng namunali kursant, namunali bu yerda olgan namunali o'quvchi ko'krak nishonlari u yerda o'sha taqib yurishga ancha faxrlanadigan va ko'pgina yutuqlarga ham jismonan, ham ruhan, ham ma'nan olgan ozuqalarimiz, o'qigan kitoblarimiz u yerda dunyoqarashimizni keng bo'lib, harbiy taktik qo'mondonlik usullarida, o'sha darslarda, ko'pgina ishlarda bizga kerak bo'lmoqda. Farzandingiz agar Temurbeklar maktabida o'qiyotgan bo'lsa, bundan xursand bo'ling.